prava nasib qildi. Endi Xudo xolisa cheri mashinasini ham Alloh nasib qiladi deb umid qilaman. Nima uchun cheri olmoqchisiz? O'zimizni boshlarda bo'lmaydimi? Hozir sivilizatsiya shunga qarab ketyapti, zavod. Hamma hayron qolib qoyil qoldi. Qoyil onagon deyapti. Sizni menga bergan bilimlaringizni oxladim. Men sizni oldingizda yuzim bo'ldi. Bergan bilimlaringiz uchun rozi bo'ling, qizim. Mana shu onaxon shu 74 yoshida mana 80 ga qarab ketishyapti. Haydovchilik guvohnomasi olishibdi. Birinchi urinishda oldingiz-a haydovchilik guvohnomasi. Birinchi urinishdayoq ham amaliy, ham nazariy imtihondan muvaffaqiyatli o'tdim. Onaxon bir o'tishda amaliy mashqda ham nazariyadan o'zlari topshirdilar. Ko'p yoshlar 20-25 yosh o'ta olmayapti imtihonda. Namangan shahridamiz. Qarshimizda 74 yoshga kirgan onaxon turishibdi. Mana shu onaxon 80 ga qarab ketishyapti. Haydovchilik guvohnomasi olishibdi. Birinchi urinishda oldingiz-a haydovchilik guvohnomasi. Birinchi urinishdayoq ham amaliy, ham nazariy imtihondan muvaffaqiyatli o'tdim. Mashina minishga qo'rqmadingizmi? Yo'q, menga o'rgatishdi. Oldin men hatto rolni ham ushamagan edim. O'rgatishdi. Men hozir bemalol mashinalarim katta yo'llarda 80da 90da bemalol hayda yuribman. Zo'r, omadingiz bersin. Ilohim amin. Allohim doya xudovando manzilimga bexatar, beshikast borib kelar. Yo'llarda Allohim o'z panohingda o'zing asragin. Allohu akbar. Niyatlardan so'rayaptilar, Xudo xolsa mana pravoni oldik. Programma minimum bajarildi. Endi programma maksimumni bajaramiz. Bu nima? Xudo xolsa cheri inomarka mashinasidan olishni niyat qo'ydim. Umid qilyapman. Har doim Allohim niyatlarimga yetkazgan. Albatta bunga ham yetaman deb niyat qilaman, so'rayman Allohdan. Nima uchun cheri olmoqchisiz? O'zimizni boshlarda bo'lmaydimi? Hozir sivilizatsiya shunga qarab ketyapti, zavod. 74 ga to'lganman. Shu 75 yoshda yashayotganda menga Alloh prava nasib qildi. Endi Xudo xolisa cheri mashinasini ham Alloh nasib qiladi deb umid qilaman. O'qisangiz, harakat qilsangiz, odam qilgan ish ekan bo'lar ekan. Mana bir martada ham amaliy, ham nazariy imtihondan muvaffaqiyatli o'tdim. Hamma hayron qolib qoyil qoldi. Qoyil onagon deyapti. Tirbandda shahar hamma joy. Bala kerak bo'lsa biz ham qiynalamiz. Siz qiynalmayapsizmi boshqarishga mashina? Bemalol men sal bir haliga nimaroq joylarda hozir yuraman. Xudo xolisa buni 2 oydan keyin so'rasangiz 3 yil yuraman deb umid qilaman shu to'palan joylarda. Endi nima qilasiz endi? Yoshi 80 ga qarab ketyapti. Pravo nima ham qilardingiz deyishdimi? Ha, endi tirik bo'lgandan keyin yashash kerak va hayotda imkoniyatlardan foydalanish kerak. Zamonamizdagi imkoniyatlardan foydalanish kerak. Haqqim bor meni ham. Nechiga kirgan bo'lsam ham. Shuning uchun men hayotimizda nima berilayotgan, zamonamizda berilayotgan imkoniyatlardan foydalanyapman. Endi nevaralarim hayron bo'lishdi, boshqa nevaralarim-ku bilishadi mana. Boshqa chekkadagi imtihondan o'tolmay yurgan bolalar yoki bo'lmasa pravo olishni orzu qilishadi-yu, qo'rqib yurgan bolalar hayron bo'lishdi. Ular meni ko'rib hozir hammalari biz ham harakat qilamiz, olamiz deb intilishyapti. O'zi men buni o'qishimga asosiy menga motivatsiya bo'lgan, menga nima deydi, qiziqish bergan narsa Toshkentda 2025-yilda
xizmat vazifasi bilan bordim, bir taksini to'xtatib chiqdim. Chiqsam, bir manga o'xshagan ayol haydab ketyapti. Keyin gaplashib nima qilsa, mashinalari boshqarishlarini ko'rsam, oddiy bir pasda to'xtatib, bir pasda bu qilib gaplashyaptilar. Meni havasim kelib ketdi ularga. Keyin men ham o'rgana olmayman deb nechaga kirdingiz bo'lsam 86 yoshdaman dedilar. Yo'q. 86 yoshida mashina bilishyaptimi? Ha, 86 yoshdaman dedilar. Men nima qila olmayman, o'rgana olmayman degan fikrda o'shandan beri meni qalbimda, ko'nglimda shu mashinani haydashga qiziqish ortib bordi va nihoyat To'raqo'rg'on vatanparvar tashkilotiga qadamlarim meni olib bordi. Ko'pchilik so'rayapti mendan, siz shu yoshga kirib, sizga mashina boshqarishni o'rganishga nima keragi bor? Sizga haydovchilik guvohnomasining nima keragi bor? degan savollar bo'lyapti. Endi nima deydi? Hayot bu harakat bilan. Bu endi qaridi, men u desangiz bo'lmaydi. Harakat qilsangiz hayot davom etaveradi. O'lim haq, har qachon o'limga yetasiz. Lekin harakat qilib nima qilsangiz yaxshi-da, endi